Quva tuman markazidan joy so'ragan aka-opalarimiz uchun maxsus Ahmad Al-Farg'ona xiyoboni to'g'risida 4-etajda 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilgan. O'tkazib yubormasdan laklarni bosib turib ichkarini ko'ramiz. Ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, kirganda bu yerda kladovka bor ekan, eski planirovka. Bu to'g'rimizda mehmonxona bizni kutib oladi. Mehmonxona remontlari o'rta holatda, lekin o'zlariga moslab chiroyli remont qilsalar bo'ladi. Va bu tomonimizda spalni xonamiz ekan. Spalni xonadan tashqaridan Ahmad Al-Farg'ona xiyoboni bemalol ko'rinib turadi. Konsertlar bo'lsa ham shu yerdan tomosha qilaverasizlar, ko'chaga chiqmasdan. Bu yerda konditsionerlari ham bor, mavjud, bemalol qolaveradi bu ham. Avalon 12 talik. Va bu tomonimizda hojatxonasi alohida, hammomi alohida ekan. Bemalol olib o'zlaringga bir qator yengil moslab olasizlar. Xo'p, bu tomonimizda avtomat kir mashinalari ham bor ekan. Bular ham qoladi. Va bu yerda oshxonani o'rnida yana bitta xona bor ekan, ko'rib turibsizlar. Xohlasalar buni buzib tashlab, to'g'ri bitta uzun koridor qilib olsalar ham bo'ladi. Va bu tomonimizda 6 metrlik balkoni mavjud ekan, ko'rib turibsizlar. Xullas, ushbu holatdagi uyimiz, ushbu uyning narxini 21700 so'ralyapti. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketinglar.